Ha, men ham şuytup Angliyaga to'lov qilaman-da aka. Men Samarqanddan. Kimga qildingiz Pulimni. to'lovni? Bu odamni tanimayman. Men Telegramdan tashqi tashqi mikro ish deb reklama deydi. Bir bosdim Angliya Londondan chiqdi. London deb yozuv chiqdi. Keyin ruschalab gapirdi. Qayerdansan grajdan dedi. O'zbekiston dedim. Keyin bizning menejerimiz bor dedi. O'zbekcha dedi. Xizmat haqimiz dedi 6 million dedi. İşimizni dedi hal qilib beraman dedi. 6 million tashladim. Keyin menga aytdi, siz dedi aliga to'loving dedi. Vizaga dedi. 10 million to'loving dedi. 10 million bo'la xizmat alisi bilan hammasi ichida 10 million dedi to'ladim. Keyin soliq keyin sug'urtaga dedi 1400 dollar to'laysiz dedi. Sug'urta dedi. Bu yoqqa kelgandan keyin dedi pulingizni qaytarib beriladi dedi. Keyin ishni boshlagandan keyin dedi. Ha bo'pti demdir, uni uytib kredit olib boshqa to'ladim uni. Keyin undan keyin Sog'liqni saqlash vazirligiga 1200 dollar to'laysiz dedi. Men uncha pulim yo'q dedim, u yoq bu yoq dedim. Bo'lmasa dedi, quyas bu yoqqa dedi. Endi uni ham bunday qarzdorlikdan to'ladim uni ham. To'lagandan keyin aytdi, uchotingizga dedi, pul qo'yish kerak dedi, uchotingizga dedi. Kartaga ko'rinish kerak 22 million dedi. Keyin 22 millionni men 22 million kartama tashlab ko'rsatsam, yo'q dedi, bizning uchotimizga ko'rinmaydi dedi, bizning uchotimizga tashlang dedi. Men uni uchotiga tashlab berdim. Tashlagandan keyin aytdi, endi dedi, siz dedi, biletga pul to'lamasangiz o'chat ola olmaymiz dedi. Biletga pul to'lasangiz siz o'chat olasiz. Viza centerga dedi. Keyin unga ham keyin 10 million to'ladim. O'chatga 10 million oldi. 10 million olgandan keyin viza centerga bordim. Viza center aytdi, "Falshiviy" dedi. "Ketaver, chiqib ketaver" dedi. "Qo'y, unday hech yo'l yo'q seni bu yerda turgan foydasi yo'q" dedi. Keyin Şuytup aytayıptı dedim. Sen dedi 10 milyon to'la dedi. Hozir dedi 2 soatda kirasan dedi. Sen ular bilan tartishib o'tirma dedi. Men 10 million to'ladim. To'lagandan keyin bugun dedi, endi dedi kech bo'lib qol, iloji yo'q dedi. Tashkentda qol dedi. Sen dedi ertaga kirasan dedi menga. Ertaga kirasan degandan keyin qaytdim men. Shundan keyin oradan 15 kun o'tdi. Telefon ham qilmaydi, boshqa ham qilmaydi. Kuniga qilib turardi. Keyin yana o'chirtdi boshqatdan olishga 11 million 11 million qancha to'ladim-da? 11 million 12 million 194 ming. 11 million to'ladim, keyin to'g'rilmadim-da, 1 million 94 ming yana to'ladim-da. O'p shu 112 million hesablasam 112 million pul to'labman. Aka siz nima qilasiz? Tankda zavodlaringiz bormi? Qiz zavod, bir beton zavodlaringiz bormi? Sement zavodlaringiz? Yo'q, zavod yo'q, oddiy dehqonning bolasiman men. Qaydan olib to'layapsiz shuncha pulni bo'lmasa? Kredit oldim dedim-ku. Bir xotin nomiga kredit oldim, bir akam nomiga kredit oldim. Ishlab beraman dedim. Rosa tushibsiz-da o'zi ham.